Aziz muxlislar, biz uchun hammaning muxlisidan yaxshiroq tomoshabinlar. Million sizga yana bir bora o'z ijodini ko'rsatish uchun sahnaga chiqmoqda bugun. Maqsadimiz o'zgargani yo'q, kayfiyatingizga ijobiy tomondan ta'sir ko'rsatishga urinib ko'rmoqchimiz. Faqat iltimos, dasturimizdan tarbiya, chuqur ma'no yoki siyosat qidirmang. Shunchaki ko'ngilochar dastur sifatida qabul qilishingizni istagan bo'lardik. Yumor hissi sizda bo'lsa, yaqin 2 soat ichida dunyo tashvishlaridan uzilishingizga, ertaga ishga, o'qishga mutlaqo boshqacha ko'tarik kayfiyatda chiqishingizga, bizdan ozgina bo'lsa-da motivatsiya olishingizga urinib ko'rmoqchimiz. Millionning konsertida begona yo'q. Siz qarsak chalib, qo'llab-quvvatlaganingiz sari sahnadagi yigitlar ruhlanishini, ilhomlanishini inobatga olishingizni istagan bo'lardik. Pulni to'laganman, tomoshani qo'y desangiz ham ishlashga majburmiz, lekin bir narsani esdan chiqarmang, biz ham oddiy odamlarning bolalarimiz. Qayerdadir albatta xato qilamiz. Ana shunaqa payt hazilimiz o'xshamay qolsa, sal qoqilib tushsak, siz qo'l uzatib turgan bo'lasiz, Xudo xohlasa. Bir so'z bilan aytganda, siz bizdan, biz sizdan motivatsiya olamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, sahna ko'rinishlari orqali konsertning asosiy qismiga start beramiz. Millionga xush kelibsiz. O'zini ko'cha hisoblaydigan, понятиялар asosida yashashga uringan va buni o'xshata olmagan yigit noiloj maktabga o'qituvchi bo'lib ishga kirsa va yosh avlodga dars bera boshlasa. Yaxshimisanlar? Hurmat! Masalaga necha marta aytay-ku, hurmat so'rab olinmaydi. G'ijimlar. Assalomu alaykum. Bugun ozgina kech qoldik, uzr. Normal. Men qara, senga emasman darsim kech qolish. Sani akalaringga ham emas. Tushuntira oldimmi? Bor joyingga o'tir. Nima deding? Nima deding? Yo'q. Qara, aziyman buni o'zini. Stadionda gaplashamiz sen bilan. Qarochi, bugun borlama qilib olamiz. Voy, ustoz yo'qlama deyilmaydimi? Ustozing yaqinlik qilsanmi? Chustini yo'qotib qo'ydingmi? Qiz bolasan deb bo'lmasam so'rab olardim, taq etib. Xullas, yo'qlama uchun. Borlama uchun. Tushunding? To'g'risi, mahalling qayerda? Chorsida. Sanikichi? Yunusobodda. Voy ustoz, familiyasini so'ralmaydimi? Menga qara, kerak bo'lsa mahallingdan topib olaman, tushunding? Meni akalaringga o'xshatmagan kidat qilib ketadigan. O'tir. Qarochi, bugungi darsimiz tapichkalar haqida gaplashamiz. Bor suvga chiqib kel. Ana, o'rganib kelibdi. Mana shunaqalarni tapichka deyiladi. Tushuntira oldimmi? O'tgan safargi darsda kim yo'q edi? Mana bu yo'g'ida, Ulug'bek yo'g'ida. Voy, Ulug'! Seni kidat qo'rotdi-yu. Chaqmamni kelkaling. So'rab olmaysan. Men normalniy bo'lagansan, yasni so'rab olalaysanmi? Men qara, kim senga terpiyalaringni o'rgatyapti? Aqlli qiz ekansan, bitta tiqqanchiratib olaman. Na, urmaysanmi? Qattiqroq, urmaysanmi? So'rab olmading, bo'l, men qaralaring. Bunalarni qilamiz. Kapitan O'tkirov. Kim bu xulqi yomon bu sinfda? Ustozi! Voy, terpilalar. Chiq. Salla chiqib turlaring, men o'zim gaplasha olaman. Bitta gaplasha olaman. Duh. Men qanaqa qilib ishlayapsan, vaqt ishlamayapman, bormi? Yosh kattalar o'rgatishganda dushmaningni qarg'ama, undan ko'ra iloyo qurilish qil degan, har qanday qarg'ishdan battari shu, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi deyishganda. Mana shu tilakni hozirgi kun uchun biroz zamonaviylashtirsa bo'lar ekan. Iloyo uy qur yoki kvartira xarid qil, yillik 29% kreditga ol. Har oy falon million so'mni kreditga bankka topshiradiganlar bu dardni yaxshi biladilar. Ipoteka kreditini 15 yil deganda yopgan bankning birinchi mijozi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Shundoq kredit holatimni tekshirib bering. Xo'p, bo'ladi. Ism, familiya? Umarov to'lagan. Umarov to'lamagan chiqyapti. Men to'laganman, lekin Ba'zi aldamasa kerak. mana pasport to'lagan deb Men yozib qo'ydi. pasportingizga ishonmayman, ba'ziga ishonaman. Menga qarang. Brat, shoshilmag'izgina to'lamaydigan bo'lsangiz chiqib turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Oxirgi oylik kredit to'lagani keldim. Xo'sh. Mana. Aha, bo'l, ratchet bo'ldingiz. Mana. Faqat sizga bankimiz tanlaganingiz uchun ming rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar. To'xtang. Ha? Siz to'la bo'ldingiz-a? Ha? Endi kelmaysizmi?
Yo'q. Endi men sizni bayram bilan tabriklolmaymanmi? Endi juma bilan ham tabriklay olmaysiz. O'zi juma kelganini siz ham bilardim. Bir donishmand aytgan ekan, bu hayotda 3 ta narsani sotib olib bo'lmaydi deb. Do'stlik, muhabbat hamda yakkasaroydan kvartira. Donishmand Brand Balton bo'ptilar-da. Siz ularni balton qildingiz. Balton. Tabriklayman. Rahmat. Kettiringmi? To'xta. Bankimizni jonkuyar xodimlarimiz bilan xayrlashmoqchi. Farroshimiz Ha. bizga klient bo'lib kelgandilar. Ha. To'lamay bizga ishlayaptilar mana. Yiqsin ekan-da. Axir ana mana. Bular kim? Eri xotin to'lasha olmadi. Ha. Juda katta foizlarda. MIB xodimi. Gap yo'q aka, gap yo'q. Qutildingiz-a? Mana o'sha televizor yaxshi kunlarga ishlatib yurdim. Ha? Mayli. Meniki? Aka, bitta rasmni tushaylik. Keling. Rahmat. Hey, telefon. Siznikida. Aka, faqat Google ni tozalab tashirsiz. Ha, bo'ldi. Kettiringmi? Yo'q. Eng muhim inson bilan bankimizni bankomati bilan xayrlashsangiz. Menimcha sizlarni tark eta olmasam kerak. Yozing 30 million. Yozing. Inson xohishlari hech qachon tugamasligi normal holat, lekin asosiysi nafs istaklarida vijdonni yo'qotib qo'ymaslik. Xo'sh, bugun turfa hayotiy vaziyatlarda nafsimiz qayoqqa boshlayapti-yu, ikkinchi tomonda vijdonimiz nima deyapti? Deyman, Matisku, tirikchiligiga chiqqan bechara qo'y. Vijdon. Ho. Cho'p aylanib kel. He? Biz abedlik ishlaylik. Xo'p. Matizda ushla. Bo'ldi, aka, xo'p bo'ladi. Ha? $100. Zo'r bo'ldi deymash. So'ra. Saniki emas-ku. Kerak emas, ketdik. So'ra 3 marta so'ra hech narsa qilmaydi. Shart emas deyapman senga. Yo'q. Meni ham eshitlaring, so'ragin. Kimniki? Pastroq so'ra, pastroq. Kimniki? Meniki. Akalar, kechirasizlar, mana shu pulim tushib qolibdi, ko'rmadinglar? Nima dedim? Ko'zingga qarada biz qayerdan bilamiz? Men sizni o'zim zvizda qilaman. Kinolarda bosh rollarni o'ynaysiz. Hurmatli rejissyor, bosing. Harakataman. Hatto bir ssenariy yozaylik. Assalomu alaykum, Aslida hokim, yaxshi yaxshimisiz? keldingizmi? Yer masalasida necha marta kelishim o'sha? Mana hujjatlar yer sizni nomingizga to'laqonli o'tdi, bemalol foydalanishingiz mumkin. Menikimi o'sha? Sizniki. Rahmat. Mashinani olib qo'yasiz. Kam Kerak bo'lsa ham emas ko'p edi, mayli, olib qo'yavering. qo'ymadingiz. O nafs. Aralashmaysanmi? Bular bizdan o'tadi. Menga ruxsat bera olmaysizmi? Nimaga? Bari foydalanmayapsiz deb boshqa ish qidiraman men. Bekor bo'ldi deymashidi. Erkakchilikda bo'ladi endi. O'zi endi ish yurishib turuvdi. Qo'liga 4 so'm pul tushsa shu kvartiraga yugurgan bu. Men aytdim, o'zi kelmaydi. Men aytdim uni. Sen bos deding. Hech vaqtmada. Cho'tkiga. Bor o'zi ket qizvoran uni. Bekor bo'ldi. Bo'pti, yaxshi Sog' bo'linglar. bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, mayli. mayli. Olib kelinglar. Qatga ketishdi. Dubayga? Siz nima bormadingiz? Voy, kim vijdon bilan Dubayga boradi? Millionning o'tgan konsertidan boshlab start berilgan an'anani davom ettirish arafasiramiz. E'tiboringizga sanoqli daqiqalar mobaynida eng qisqa sahna ko'rinishlari namoyish etiladi va ulardagi mazmunni anglashga ulgurasiz degan umidimiz bor. Farzandga ism qo'yish otalik farzlaridan biridir. Shoshma-shosharlik bilan qiziga FIFA, o'g'liga Jackie Chan yoki Maradona deb ism qo'yganlar oxir oqibatda bir kun afsus chekadilar. Farzandlari bir umr mazax bo'lib o'tishadi. Turli mintaqalarda ism tanlash bobidagi o'zga xosliklar va ko'p foydalaniladigan ismlar mavjudligi hech kimga sir emas. Masalan, vodiyda bu ishga alohida sinchkovlik bilan yondoshiladi. Dadabe. Moni atini nima qo'yamiz? Nima qo'ygingiz kelyapti? Hadiyatullohxon qo'yib yubormaylikmi? Yarim mahalla Hadiyatullohxon o'g'lim. Bo'lmasa Lutfullo qo'yaylik. Qolgan yarmi Lutfulloda.
Hadiyatullohxon qo'yaveraylik. Yaxmetda Hadiyatullohxon. Bo'lmasam Dadabe. Ha. Bobobek qo'yaylik. Peshiningizdan to'p yormaylikmi? Vohaning ham o'zigagina xos ismlari bisyor, ammo kutilmaganda eng ko'p ishlatiladigan so'z ismga aylanib ketishi mumkin. Aslida jon. Ke bacham. Nimaga? Ukamga nima qo'yaylik, ism qo'yaylik? Nima variant bo'lgan? Qaramon qo'yaylik. Bo'lmaydi, Qaramon, Jo'ram-ku Qaramon. Latif qo'yaylik. Latif ikkinchi Jo'ram, Alkash Jo'ram. Bo'lmaydi. Aka Sharif qo'yaylik. Man Aka Sharif devona bacha. Dadang Aka Sharif. Ibi qo'yaylik. Ibi qo'ysak bo'ladi bacham. Toshkentda ham ota-onalarning niyatlari barobarida to'ng'ich farzandlarning istagi ham inobatga olinyapti. Adamami bratchkan ismini nima qo'yamiz? Variantlaring bormi? Begi qo'yaylik. Begi degan ism bo'lmaydi, Bekzod degan ism bo'ladi. Bo'lmasam Paqiy qo'yaylik. Paqiy emas, Faxriddin bo'ladi. Paqiy bo'lmaydi. Bo'lmasam Hadiyatullohxon qo'yavermaylikmi? Shu ismni qo'ymaylik deb ko'chib keldik, o'g'lim.